3 xonali domni o'rniga mana hovli. Mahallasi ham yaxshi, keng. Mana gazxona turbadagi. Kirganda darvozasi mana darvozaxona polni yopilgan. Kelganda uyga kirganda mana darvozadan bitta 3 xonaviy bor, hozir ba'da ham ko'ramiz. To'g'rida oshxona, hammom. Mana oshxona. Mana hammom. Mana hovliga o'tganda mana огороди bor. Orqa tomonda bitta kladovka bor, molxona bor ekan. Mana bu tomonda ham yeri bor. Mana kladovka, ichkarida bitta xonasi bilan. Ba'da yozgi oshxonaga o'rtoq kelgan ovqat qilgan. Eshik ochgan orqa tomonda ariq bor ekan mahallaga. Suv kelar ekan. Suv kelib yer sug'orishar ekan. Ba'da hojatxona, ba'da molxona. Ichida o'tinlari qolar ekan hammasi. Mana bu kirganda. Oyoqdagi pol. Ba'da yana bitta xona mana. Domdan ko'ra yaxshi-da, ichida mana mashinasini qo'ygan joy bor. 3 ta xonasi bor. Oshxona alohida. Огородga narsa eksa yetishtiradi. Pullari kelishgan holatda egalar bilan bemalol pora qilamiz. Kelib gaplashib baraka qilib, hol sotdi qilsa bo'ladi, xudo xolisa.